Hürmetli kuzatuvchilar, Bağat Avto Savdo kanalına abone oluşlar. Bugün 1 iyun 2025 yıl. Savdamız navbatdagi Lacetti bo'ldi. 2011 yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanika Lacettimiz 10 ming probeg yurgan. Turgan mashinamizni Namanganga berdik. Naqd va 108 milliona Abdulbaq akamizga berdik. Tabriklaymiz. Xayrli, davlatli mashina bo'lsin. 118 million oldu. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar, nasib etsin. Buyursun. Kuzatamiz satgan avtomobilimiz Lacetti mexanika 2011 yil. İkinci pozisyonu dostlar. Maşinamız durgan baş 10 bin yurt duruyordu. 108 milyon naqd pula Namanganga sattık. Kesenize çünkü zor narxda maşinlar köp kredit barter naqd pul asosida gelip maşinamizni xarid qilaverasizlar. Şimdi satıladigan maşinlar bo'lsam tavsiya qilaman, olib kelishlaringiz, kesenize gelishsak naqd pul xarid qilib olamiz, kelishmasak sotib beramiz. Variant köp dostlar, savdo zo'r. Kelaverasizlar bemalol. Kutamiz. Rahmat.